Dunyoda ming xildan ortiq makiyaj bor, lekin atigi bitta makiyaj ko'zlaringizni nerealni выразительно qilib ko'rsatadi. U ham bo'lsa dunyo go'zallaridan biri Monika Belluchchini mana shu firmenniy makiyaji. Takrorlaymiz. Bugungi makiyajimizni yuzimizdan boshlaymiz. Xo'p, yaxshilab namlantirib oldim. Qo'sh uchun gel oldim. Inglotdan yaxshilab tarab olaman. Ko'zlaringizni tagiga fingallar yoki qanaqadir zilonani izlab bo'lsa agar, qaranglar, life hack. Birinchi bo'lib qizil rangni olasizlar pamadani. Qo'llaringizga ozgina surtasizlar. Concealer olasizlar. Ozgina o'sha qizil pomada qilgan qo'llaringizga surtasizlar. Qo'llaringiz bilan перемешать qilasizlar-yu. Life hack qizlar, life hack. Svenka Peppa'ning kojasiga o'xshayapti, to'g'ri, но hozir bu gul bo'ladi, gul. Ko'zlaringizni tagi avtomatически ровно yotadi. Life hack. Chiq tonalkani olaman. Ham tonalka bilan o'tasizlar. Concealer. Korreksiya лица. Pudra. Сухой розовый румяна. Dior прям император mana. Highlighter. Основной этап bu ko'z. Eng past rangni olamiz, jigar rangni eng pastini mana. Tipa kofe. Latin rangi точнее. Olib полностью ko'zimizga aylanma harakatda surtamiz. Основной joyi qora qalamni olib полностью ko'zingizni tepa qismini mana bu ichini qora qalam bilan to'ldirasizlar, и pastini ham. Bizlar ahamiyatliroq bo'lamiz, ko'zimizni oldinigacha bo'yaymiz. Lekin ko'zlaringizni uyib olmanglar yana, bo'yayman deb. Endi ozgina mana bu tomonga ozgina bo'yaymiz u, и dumcha chiqaramiz, dumcha. Xvostek chiqardik. Yana qalin qilib Zita Gitani onasining makiyajini qilib qo'ymanglar. Ozgina mana. Tonki kestichkani oldim, qop-qora tenni oldim. Qanaqa qora ten bo'lsa o'shani ishlataveringlar. Именно man olganimni ishlatish kerak emas. Tepasini, oldin strelkani ichini to'ldiramiz yana shu ten bilan, и tepasini ozgina yolg'ondan bunday rastушевка qilamiz. Yolg'ondan tepagacha chiqmaymiz. Ana bunday. Mana. Ozgina. Qilsalaringiz zo'r chiqadi qizlar. Ko'zimizni tagi ham esimizdan chiqmasin, qora tenni olamiz. Yolg'ondan ozgina ko'p emas. Qaranglar, darrov bulg'aydi bu. Ozgina mana ploskiyroq kestichka olaman. Korичневый rang olaman va ko'zimni tagiga ozgina ishlayman shu korичневый rang bilan ana bunday. Akkuratni faqat. Ko'zning tepasiga ham ozgina korичневый ten bilan ishlaymiz. Bilasizmi, menga ozgina yana somni rang yetishmayapti, shuning uchun somni anavi olaman. Tenni, korичневыйni ko'zimni mana bu yerga surtaman. Shu bilan ustimni tozalab chiqaman bunday. Izi qolmasligi uchun. Kiprigingiz uydagi juroblaringizga o'xshashini xohlamasangiz, unda o'ynatib kiprigingizni tush qiling. Bir xil bunday emas, bunday dona bo'lish kerak edi. To'g'risini aytaman, bu makiyajdan keyin o'zimni qaytadan sevib qoldim. Takka ko'zimizning rangi baland bo'ldi, labimizni rangini past qilishimiz kerak. Korичневый rangni oldim, нежныйsini kontur chizaman. Нежный past korичневый rangni ishlataman. Va от души блеск surtamiz mana Diordan.